do'ppini yomonlaganim yo'q-a? To'g'rimi? Do'ppini tagida iflosni yomonlayapmanmi? Hijobni ichida fohishani yomonlayapmanmi? Hijobga burkan olib fohishalik qilib yurgan ifloslar. Soqolni tagida kim degan savol bor mana hozir. Oddiy qilib tushuntiraman. Mana upakovka, chotki mana. Qimmat emas, arzon emas, qand mana mash. Mana upakovka. Ichida axlat bo'lishi mumkin. Bu upakovka libosimiz bizim. Lekin ichida kim? Marazmi, g'arazmi, iflosmi buning ichida? Lekin ichida avliyomi? Hijobning ichida fohishami, solihami? Soqolni tagida hayvonmi? Shu muhim. Ichida g'arazi bor, marazi bor, ichi balchiq, ruslarda gnila deydi, yiring, kibrli, yolg'onchi, kozol, chaqimchi, qitmir, birovlarning yutuqlarini ko'rolmaydigan shuna odam bu eng iflos odam bo'ladi. Kim bo'lsa, masjidda muazzin bo'lsa